O'zbekiston Milliy meteorologiya institutining vaqt va harakat parametrlarini o'lchash laboratoriyasida avtomobillarning spidometrlari qiyoslov ko'rigidan o'tkaziladi. Ushbu qiyoslov ko'rigidan o'tkazish xalqaro OIML R55 standartiga muvofiq tekshiruvga amalga oshiriladi. Davlat tashkilotlariga tegishli bo'lgan avtomobil spidometrlari o'lchash vositalari turkumlariga muvofiq 12 oyda bir marta tekshirib majburiy qilib belgilab berilgan hamda jismoniy shaxslarga tegishli avtotransport vositalari ixtiyoriy ravishda tekshirish belgilab qo'yilgan. Agarda kimdadir fuqarolarda qiziqish bo'lsa, avtomobil spidometrlariga ishlashi bo'yicha shubha bo'lsa, O'zbekiston Milliy meteorologiya institutining laboratoriyalariga murojaat qilsa, tekshirib qiyoslov ko'rigi natijalarini, xulosalarini taqdim etib beramiz. Avtotransport spidometrlarini qiyoslov ko'rigidan asosan meteorologiya xarakterlari, tezlik masofasi bo'yicha hamda bosib o'tilgan yo'l bo'yicha meteorologik qiyoslovdan ko'rigidan o'tkaziladi. Bosib o'tilgan masofaga belgilangan ruxsat etilgan xatoligi +- 1 km/soat hisoblanib, tezlik parametrlariga 60 dan keyin +4 deb belgilangan minusga ruxsat etilmaydi spidometrlarga. Avtotransportning spidometri noto'g'ri ko'rsatkichidan omillardan biri shinani almashtirilganligi bo'lib, ushbu shinani almashtirilganligi haydovchilarning yo'llarda belgilangan chegara 60 tezlikka belgilangan chegaralarni ham noto'g'ri o'lchashlarga olib kelishi mumkin. Spidometr ko'rsatkichi 60 ko'rsatgani bilan avtotransportning haqiqiy tezligi 65-66 bo'lishi mumkin. Shunda ham belgilangan noto'g'ri tezlikka adashmovchilikka olib kelishi mumkin bu spidometrning noto'g'ri ko'rsatkichi ishlashi.